Shaxsiy transport bo'lmaganda va bola nogironlar aravachasida bo'lsa, maktabga yoki reabilitatsiyaga borish juda ko'p vaqt talab qiladi. Bola juda charchaydi. Bu uning holatiga va mashg'ulotlarning qanday o'tishiga ta'sir qiladi. Taksi hamma narsani ancha oson va qulay qiladi. Men Yandex.Go orqali taksiga buyurtma beraman. Nogironlar aravachasida bo'laman. Maxsus opsiyasini tanlayman va bilamanki, ilova bizga kerakli mashinani tayinlaydi va haydovchi yordam berishga tayyor bo'ladi. Haydovchi yukxonada nogironlar aravachasi uchun yetarli joy bor yo'qligini tekshirish, shuningdek yo'lovchiga yordam taklif qilish kerakligi haqida xabarnoma oladi. Xabarnoma bir necha marta keladi. Harakatlanishdan oldin haydovchi uzatish nuqtasiga yaqinlashganda. Yandex.Go mobillik va qulaylikni ta'minlab, shahar bo'ylab stressiz harakatlanish imkonini beradi. Bunga muhtoj bo'lganlarga yordam berish muhim deb hisoblaymiz. Maxsus imkoniyatlar ekrani nafaqat nogironlar aravachasida o'tirganlarga, balki boshqa vaziyatlarda ham yordam beradi. Maxsus opsiyalar bilan 370 mingdan ortiq buyurtmalar amalga oshirildi.